Xo'sh, davom etamiz o'z sinfga yo'llarni. Voy, bu shu narsalar 3-kadrimiz. 3-marta videoga olishimiz, 2 marta oldik. Svetimiz yo'q edi. Ana endi svetimiz kelib qoldi. Ketadigan joyimizda qaytib kelib yana sizga video qilyapmiz. Xo'sh, bugungi mazmun Samarqand viloyati eski Jomboy shaharchasiga uymali, ya'ni uymali sifatlangan turimizni olib kelganmiz. Ko'ringlar, xonaga tushganini o'zlaring bahosini berasizlar. Xo'sh, 270 shkafi, balandligi 220-225 chiqadi, plus minus 200 cm, ichlari 50 cm dan bo'ladi. Shampan svetlang, universal. Ishoninglar, sizlar aytgan xonalaringga aytganlaringdek bu chiroyli bo'lib tushadi. Ana sizga ichlari. Ichlari 50 cm dan har doimgidek 4 ta oshimoshi bo'ladi eshigida. Kalta kiyimlar uchun mo'ljallangan. Mana bu zillar plastmas PVHdan ishlangan. Mana sizga eshiklari. Ruchkachasi ham qarang, ruchkachasi ham o'zining rangiga mos. Xo'p, chekkalarni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu keyingi chekkasi, ya'ni uzun kiyimlar uchun mo'ljallangan. Tagida yana dabovga bitta polka qilganmiz. Hamma eshiklari 4 tadan oshim-oshiq. Oynalarni ko'rsatamiz. Mana bu sizga oynasi, o'rtasi. Xo'sh, o'rtasi polkalari bo'ladi, tepada klientimizga bitta sevchasi ham bor, nasib sevchasi ham anchagina pullarni o'zlari kerak narsalarni qo'yib qo'yishadi. Oynalarni ko'ringlar, oynalari ham anchagina sifatli oyna qo'yilgan. Xo'p, spalnisiga o'tamiz. Spalnis uzunasi 2 ga 170, matras razmer. Xohlasiz matras qilib beramiz. Puliga 800 mingdan 1 million 800 minggacha pul qo'shib hisoblanadi. Yonlariga tegib turadi, tagi displey bo'ladi, usti beshli machalka bo'ladi. Xo'sh, tumbuchkasini tortmalarni kichkina qilib ishlangan, u tarafdan ko'rsatamiz. Ana bu sizga ikkinchi tortmachasi. Bosh tarafida oyna qilingan, mana shunaqa hoshiyali qilib ishlangan. Ha, aytgancha, bu mebelimizni ham oq rangi bor, jemchuk svet rangi deymizmi, boshqacha xohlagan rangingizdan qilib beriladi. Xohlasangiz mana buni o'zining rangi yoqsa, mana buni o'zining rangini ham almashtirsalar bo'laveradi. Klientlarning zakazlariga qarab bemalol aytgan ranglarini chiqarib beramiz. Mana bu tumbuchkasining ikkinchisi. Mana ichlarini qaranglar, kengina. Hammasi bir xil. Ikkita tumbasi ham bir xil razmerda ishlanadi. Bu taraf. Xo'sh, shkafni ko'rsatdik, spalnisini ko'rsatdik. Ana endi tremos. Tremos uzunasiga 1.20-1.25 chiqadi, plus minus 200 cm, balandligiga 1.80. Ikkita eshikcha, ikkita tortmacha. Ana, eshikchalarda ichida polkalari ham bor. Polkani tablizga qarab keyinchalik olib qo'ysangiz ham bemalol bo'laveradi. Xo'p, tortmalari buni mana bu o'rtada bu kelinimizni, ya'ni galanteriya boshqa narsalarni taxlab qo'yishlari uchun. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, akalar, opalar, ukalar, singillar bizga bemalol aloqa qilasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka ustunovka xizmatlarini mutlaqo bepul qilib beraveramiz. Telefon nomerlar qoldirganmiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.